Bugungi kunda fuqarolarga turli xil abonent raqamlaridan go'yoki o'zlarini uyali aloqa kompaniyalarining operatori sifatida tanishtirib, fuqarolarning SIM kartasining muddati tugayotganligini, agarda SIM karta muddati uzaytirilmasa, bloklanib qolishi mazmunidagi telefon qo'ng'iroqlari bo'layotganligi kuzatilmoqda. Ushbu holatda aksariyat fuqarolar SIM kartasining bloklanib qolishidan xavotirlanib, operator deb tanishtirgan firibgarlarga ular so'ragan shaxsiy ma'lumotlarni hamda SIM kartaga yuborilgan kodni ma'lum qilishmoqda. Buning oqibatida esa firibgarlar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini hamda SIM kartasiga yuborilgan kodni o'zlashtirishib, ularning bank hisob raqamidagi pul mablag'larini talon-taroj qilish holatlari sodir etilyapti. Shu o'rinda barchaga shuni eslatib o'tmoqchimizki, hech qachon uyali aloqa kompaniya operatorlari sizning SIM kartangizning muddati tugayotganligini aytib, shaxsiy ma'lumotlaringizni hamda SIM kartangizga yuborilgan kodni so'ramaydi. Ushbu turdagi firibgarlik qurboniga aylanib qolmaslik uchun barcha yaqinlaringizni ham ogohlikka chaqiring.